Assalomu alaykum Shtonoyil avto obunachilari, navbatdan mashinamiz Labo avtomobilini dastavka xizmatlarini foydalangan holatda motor moylarini almashtirib berdik, chiroyligina qilib xizmat qilib berdik. Nomerlarni taniganlar bo'lsa bitta like bosadi. Tanimaganlar podpiska bosadi. Masina filtrini almashtirib berdik, vozdux filtrini almashtirib berdik. Bizlar har doimgi aytganimizdek tomchisigacha xizmat deganda, mana tomchisigacha xizmat qilib yotibdi. Moylarimiz oxirigacha oqmoqda. Marhamat ko'rishlaringiz mumkin. Oxirigacha moy oqib, chiroyligina qilib almashtirib beramiz va egalarining qo'liga chiroyligina qilib yetkazib beramiz. Kilometrlarini yozib chiroyligina qilib berganmiz. Marhamat ko'rishlaringiz mumkin. 21.000 kilometr almashish kerak edi. 23.800 almashyapti. Hozir o'tgan shuni hisobiga. Bu do'stimizning mashinasi mebelchi. Mebel xizmatlari bo'yicha telefon qilsangiz bemalol zakaz olib bera olamiz. Kesish, o'yish, teshish, yashash har xil turdan mebel turlarini yasaydi. Har doimgidek xizmatamiz, manzilimiz o'sha kelaverasizlar.